keldi bahor. Otishmandan boshlash kerak edi. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat, guruhinglar haqida gapirib o'tsanglar. Marhamat. Biz 3-xon guruhiga mansub bo'lib, Sostavning nomini aytinglar deydi. sostav. Uzr kechirasiz, tentaklar ham borda bizda. Bor. Bizda shu sostavimiz nomi shu tog'ni tepasida o'riklar tagiga suv quyib, behilar tagiga suv quyib, ha? Shunda ilhomlangan holda shu MCS guruhimizda. MCS ham bo'lar ekanmi guruhning nomi? Tasavvur qiling aka, to'yingiz bo'lyapti, 1 soat qoldi, bironta ham sostav yo'q. Kimni chaqirasiz? MCS dedi, mana majburlikdan chaqirilgan sostav chaqirasiz. Bu sostavda qiziqroq voqealar ham bo'lib turadi. Sostav bilan tanishtirsam birinchi. Qodir Espas va raqqosamiz. Meni aytdingmi? To'xtagarang dedim-ku. Ayt meni ham. Bildingiz-a, to'xtagarang. Endi Qodirjon doirachimiz oldin sostavda surnay chalardi. Keyin surnay haqida bir ikkita gaplar eshitdilarmi deyman. Ishonmam, qo'rqdim. Tashlab nayga o'tib oldilar. Bu sostavda qiziqroq voqealar ham bo'lib turadimi? Bo'lmagan. Zo'yiboy, aytaylik Zo'yini davay, Zo'y. Ya mana Rani aytdi. Ya Radachi? Ya! Kuchuk dechi? Kuchuk. Ya aytolmaslik. O tentak. Kuchukda R bo'lmaydi-ku. Kuchuk ismi Reksu kalyapti. Bo'pti, bugun ko'rsatuvimizga bir ajoyib ashula tayyorlab kelgan bo'lsangiz. Undor qo'shig'imiz bor. Birinchi qo'shig'imiz. Eshitaylik. Buyuk ustozimiz, ustozzoda san'atkor Namangan bulbuli Karim Benzimani. Oxiratlari obod bo'lsin. Yo'q, o'tib ketdilar. Ya tirikmilar ha? Shularni san'atlariga tupurgandik. Tupigimiz bor, raqqosani ko'ziga tegdi. Keyin ko'zini qog'oz bilan artuvdik, ashula qog'ozga yozilgandan keyin o'chib ketib qoldi. O'shanga boshqa ashula yozib keldik. Marhamat. Ketdik-a. Birinchi ashulamiz chet ellarda sarson sargardon bo'lib ish topolmay yurgan insonlarga bag'ishlanadi. Ayting, qayting. Bosing. Rossiyadagilar ayting, Turkiyadan ham ayting, Qozog'istondan ayting, Koreyadan ham ayting. Bosib bir dasta pulli Dubaydan keldi Dilbar, Dilbar shuncha pulli qayerdan oldi ayting. Men bilaman qayoqdan olganini. Muqim haqiqatni aytaman, pul bilan og'zimga yopishadi. Ana. Marhamat, joylarni egallab olishingiz mumkin. Bizda joy ham bor ekan. Biz esa studiyamizga navbatdagi mehmonimizni taklif etamiz. Bizga Instagramdagi nomlari bilan chaqirishni talab qilgan, qolaversa 18 yoshdagi quvvatlari hali ham tark etmagan Bardam Singerni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum otaxon. Studiyamizga xush kelibsiz. Hay gitlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Qayerga o'tiring? O'zingizga yoqqan joyga o'tirishingiz mumkin. Bo'ldi, rahmat. Qatuvdimiz? Yoqovdi-da. Qaramasdan baqirtirdimmi? Kechirasiz, sizni qayerda ko'rganman? Tushingizda. Ha? Tushimda bo'lsa ham bitta ko'rganman akanim. Ota, tushganingizga halikim men ham raqqosa bilan. Ya tushmasida men ha.
Shortim ishqilari. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, yaxshi. Shu uzoq umr ko'rish sirlari haqida bo'ylaysiz. Uzoq umr ko'rish uchun nimalar qilish kerak? Avvalambor odam uzoq umr ko'rish uchun yuzga kirish kerak. Tushunarli. Yuzga kirish uchun nimalar qilish kerak? Endi yuzga kirish uchun uzoq umr ko'rish kerak-da. Tushunarli. Mana qarang, 100 ga kirib uzoq umr ko'rish uchun nima qilish kerak? Meni ishomoqchi bo'lyaptimi? Toza tonirovka nima deyapsan? Endi u 100 ga kirib uzoq umr ko'rish uchun avvalambor sen ham yozib ol. Avvalambor 99 ga kirish kerak bo'ladi. Ya ota, rostini ayting. Nechiga chiqqansiz? Menmi? 120 ga chiqqanman. Keyin o'zi kerak deb 65 ga chiqqanman. Bu yoshligingizda nima ishlar bilan band bo'lgansiz? Endi yoshligimda tadbirkor bo'lganman. Endi haligi ohak chiqarganmiz. Hali biznes sheriklar bilan birga sement chiqarganmiz. Hozir pensiyaga chiqib metan chiqaryapman. Sezildi o'zi. Yachar ovoz endi. Otaxon, Shu ham ishmi? Metan chiqarayotgan. Bizdan o'rganing, innovatsion g'oyaga g'ij-g'ij sastabmiz. Mana biz yaqinda raketa ixtiro qildik. Nasib bo'lsa quyoshga uchamiz ertaga. Oy, g'ulg'ul miya. Oy, jinni quyoshga utsang, kuyib ketasan-ku. G'ulg'uli miyaga ayt o'zi. Bir talay tupoylar yig'ilganda o'yladingiz-da? Ha biz kechasi uchamiz. Voy, kechirasizlar, ishlam kallamay qolibdi bori. Hal najani qildi bori. otaxon bu mahalla haqida ham gapirib bersangiz. Ha, mahallami? Endi mahalladan ko'nglim qolgan. Nimaga? Mahalladan bosh olib chiqib ketganim uchun 20 yil beri o'tiribdi-da. Bosh olib chiqib ketganga ham 20 yil berar ekanmi? Endi hali birovni boshini olish ham jinoyat ekan-da. Ana endi ruxsatinglar bilan studiyamizga navbatdagi mehmonimizni taklif etsak, hokimlarimizning sevimli shoiri, qolaversa paxtamisan paxtada she'riy to'plami muallifi, ajoyib shoir Otash Miltiq. Mana ashqur meni o'ldirakda bugun. Studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maylimi she'r bilan boshlasam. Mayli. Suvdan chiqdi vadalas. Hov, ana qiz menga qaramas. Agar shu qiz shu bugun menga qaramasa, vadalasaman. Ajoyib. Studiyamizga xush Rahmat, kelibsiz. men juda ham ko'plab mana yangi she'riy kitobim Paxtamisan paxtadim nomlanadi. Umuman rahbarlarga paxta qo'yilmagan she'rlarim bor. Mana shu sizga sovg'a qilaman. Ajoyib. Mana medallarimni ham ko'ryapsizmi? Medallaringiz bor ekan. Mana bu kichkinasini, Xo'sh. talabaligimda paxta terganimga olganman. Kattasini-chi? Uni paxta qo'yganimga olganman. Tushunarli. Voy, shu ham medalmi? O'zingizda bormi medal? Mana haqiqiy medal. Mana mujiklar medali. Mana. Qayerdan olgansiz uni? Men urushda olganman uni. Yo'q-e. Urushda qatnashganmisiz? Urushda qatnashganman. Juda qiziq bo'lgan, bor, bilasanmi? Aytib bering-chi qani. Biz 60 kishi borib, bir kishini o'ldirib keldik. Endi tunda hujum qilardik-da biz. Keyin. Ertasiga 90 kishi borib, 2 kishini o'ldirib keldik. Biz tunda hujum qilardik-da. Keyin bir kishi kelib, 150 kishini o'ldirib ketdi-da. Nomardlar tunda hujum qilar ekan. Qanaqa qilib bir kishi 150 kishini o'ldirgan? Hali avtomati uchida shompul bo'ladi. Shompulni quloqqa tiqib hammamizni o'ldirib ketgan. Ha, unda siz qanaqa qilib tirik qoldingiz? Men yerga qarab yotgandim. Ha, otam, uni aqlib tirik qolgandan o'lgan yaxshi edi-yu. Zato berdi-ku, mana sen yaqindan ko'rgin mana. Sariq narsalar hammasi tilla bo'lavermaydi lekin. Ana endi studiyamizga yana bir ajoyib mehmonimizni taklif etsak, hozirda o'zlarining kuchli motivatsiyalari bilan yoshlarimizni tupikka tiqib qo'yayotgan ajoyib motivator Ahmad Terminator.
Bagama orollarida Lamborghini'da o'tirishni xohlaysizmi? Unda bizning safimizga qo'shiling. Biz ham shuni xohlaymiz. Zo'r gap bo'ldi. Zo'r. Pulingiz ko'p, lekin qayerga ishlatishni bilmayapsiz. Pensiyam bor. Menga bering. Men bilaman. O'tiravering. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz, hurmatli Shetda turib motivator. uxlatdi-yu, shetda turib. Bu hammani qiziqtirgan savol bilan ko'rsatuvimizni davom ettirsak, bu motivatsiya olamiga qanday kirib kelgansiz? Peshkom kirib kelganman. Peshkom ham kirib kelar ekanmi? Juda ko'p motivatorlar peshkom kirib kelgan. Hozir mashinada yurishibdi-da. Kechirasizlar, shu fursatdan foydalanib men gapirsam maylimi? Mayli. Menga 2017-yilda nohaqlik bo'lgan. Shu studiyaga kelib televideniyadan foydalanib gapiraveraymi? Mayli, bemalol. 2017-yilda menga nisbatan nohaqlik bo'lgan, vijdonsizlik bo'lgan. Shu narsani aytib o'tmoqchiman. 2017-yilda menga Zulfiyani berishmagan. Chala mujik. Biz Zulfiyani qizlarga beradi. Zulfiyani berishmagan, erga berishmagan. To'liq mujik. Biz Zulfiya bilan Somsa degan restoranda, kafeda tanishganmiz. Nima nomi? Somsa. Rosa klient chaqiradigan ekan nomi. Rosa siz boradigan joy. Kirsam, Zulfiya somsa yeb turgan ekan. Xo'sh. Somsani juda ham yaxshi ko'rardi-da. Shu qarab turib she'r yozganman, agar ruxsat bersalar shu she'rimni aytib bersam. Bemalol. Bir qiz meni kutadi. Somsamisan, somsada. Borsam turgan bo'ladi. Somsamisan, somsada. Bitta yedi to'ymadi. Ikkita yedi to'ymadi. Uchta yeb ham to'ymadi. Somsamisan, somsada. Aka, bu sizga emas, Somsaga. Lekin agar u 3 ta yeb ham to'ymagan bo'lsa, u o'zi somsa emas. U o'zi tandir. Kechirasi endi she'rda ozgina xabarim bor-da meni. Shoir aka, qarab oling. She'rda masalan vazn bo'ladi, qofiya bo'ladi. Masalan foilotim, fuflum, foilotim bo'ladi. Sizniki hammasi fuflun. Ana endi ruxsatinglar bilan yoshlarimiz uchun ikki og'iz maslahatinglarni eshitsak, dastlab raqqosamizdan ajoyib maslahatlarni eshitsak. Raqqosadan. Maslahat olasanmi? Bering maslahatingizni. Maylimi bersam? Bering. Voy zamonni qarang, raqqosada maslahat. E'tibor bermay sho'mpildan keyin shunaqa bo'lib qolgan. O'zi hammasi shu bekorchilikdan chiqadi. Mana 1 gektar yerim bor, ertalab turib sug'oraman, sipiraman. Undan tashqari tennis bilan, fitness bilan shug'ullanaman. Mana bu she'rlarimni qarang. Oho, do'pida-yu, ha? Qatga qaravoz. Senga qarab o'libmanmi men? Shoirga qarayapman men, shoirga. Oho, do'pida-yu, ha? Otaxon, ajrashish yoqasida turgan yoshlarga ibrat bo'ladigan maslahatlar bo'lsa, marhamat. Ana endi markazga keldilar. Menda endi zo'r maslahatni mujigini beraman. Bera olmaysiz? Hozir tarixingni gapirib tashlayman hozir mana shu. Qo'ying, biz ham qamalib ketib qolamiz uni tarixini. Otaxon o'zingizga javob bering, uni o'tmishiga javobgar shaxslar bor. Ana doirachi 8 yilga qamaladi bor. Bo'ldi. Maslahat endi yoshlarimizga nima deyman? Sal narsaga ajrashib ketyapti. To'g'ri. Endi ular bizni qishloqdan ibrat olsin.
Bizi qishloqda odamlar birortasi xotin qo'ymagan. Hammasi mujik. Ustiga usti olsa oladi, lekin xotin qo'ymaydi. Endi o'shancha men ham yoshlarga ibrat bo'lish maqsadida mana shu qizimiz ichi qora bo'lsa ham shu qizimizni olsamda. Xo'sh. Endi xotinimni ustiga olaman siz, qo'rqmang. Ibrat uchun. Ha, ibrat uchun sizni ham olamanda. 35 yil zakonni yashab beraman bor. Tinmay yashab beraman bor. Ajoyib. Qalay, ana motivatsiya bu. Ana. Qachi bordimmi? Ana endi ruxsatinglar bilan motivatorimizdan ham bir ajoyib maslahatlarni eshitsak. Erkak kishi hayotda Aka, sen naryoqroq ayting, eshitilmayapti. Aka, Labbay. baland poshnali tufligingiz bormi? Makasiba bo'ladimi? Sol, ayamasdan ur. Tegmayapti, o'zingiz qarang. Miltiq, shoir. Patron ber. Bu yoshlar indamasa. Tegdimi? Makasimaga tegdi.